Bugungi videoda biz YouTube'dan ketgan Raker Minecraft YouTuberi haqida gaplashamiz. Qani unda biz videoni boshladik. Rakerni ketganiga 1,5 yildan oshibdi, lekin haligacha Raker qaytgani yo'q. Lekin Discordda ham Raker albatta 2026-yilda qaytaman degan va biz albatta Rakerni kutib qolamiz va u Raker 438 ming obunachini 558 ta video bilan to'plab olgan. Raker bu Minecraftda aslida 2020-yilda kirib kelgan. Ya'ni bu kanalni 2020-yilda ochgan va Raker mana shu kanalni ko'tarish uchun 438 ming obunachini aynan 6 yil deganda to'plagan. Lekin unchagina hozirda harakat qilgani yo'q, sababi o'zining ishlari bor, shuning uchun ham harakat qilgani yo'q va YouTube'ga qaytgani ham yo'q. Biz albatta Rakerni qaytishini kutib qolamiz va boshqalar ham albatta kutib qolishyapti. Aynan Minecraftga qiziqishini ham mana shu Raker olib kelgan va O'zbekistonga ham aynan mana shu Raker Minecraftni olib kirgan. Va Rakerga omad tilab qolamiz albatta qaytishiga. Videomiz shu joyda ekranida. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna qo'shishni esingizdan chiqarmanglar. Biz tezroq 2 ga obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham biz kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.